O'rtoqlarimiz, bugun Dashtabod buyum bozoriga kelganmiz. Bizni Paxtakor mahalla raisimiz jo'natdi mana shu do'konga. Do'konga kelsangiz dedi, o'sha do'konni xo'jayinini ham duo qilib qo'yasiz. Mahalla raisimizni ham duo qilib qo'yasizlar. Bizni ozodlikka, maktabga boshdan-oyoq sarf oqib beryapti. Xudo xohlasa mana formalar bo'ldi. Mana shu do'konimiz xo'jayinlarini duo qilib qo'yasizlar. Katta rahmat.